Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. O'zbekistonda san'atni tugashi. Tabriklayman. Bundan yomon bo'lishi mumkin emas. Oxirgi daraja. Dozadan 3 qator. Dutor chalgan qizlarga, asbobiylarni ko'z-ko'z qovurmanglar bizaga. Sizniki tormi, qo'shiq qilib chiqdinglar. O'zbek milliy asbobini bitta joylarga tiqdinglar. Mashq qiz bilan ham duet qilsanglar bo'lar ekan. Как раз sizlarga mos partnyor bo'ladi. Cho'milish kerak emas. Cho'milish kerak emas. Bir marta cho'milib yetadi shu bilan. Iloji bo'lsa vlashni salfetka oladi, badani surib yeydi. Aldamayotganingiz ko'zlaringiz yetib turibdi. Lekin sizdan zo'r motivator chiqadi singlarmi? O'zingiz ustingizdan ishlang. Хотя бы vannada. Bir haftada bir marta bo'lsa ham. Lekin men sizdan qo'rqaman. Duo qilib yuborishingiz mumkin. Uni ham o'yi qo'ysin. Avlodim bilan o'yi qo'ysa, kimdir gapga kirgan bo'lsa, ularni o'yi qo'yib fajro o'lsin. Хотя cho'milmaydiganlarning duosi o'tarmikan? Quvasoyda 74 yoshli narkobaron xolani ushlashibdi. Shakar xolajonim uyini yerini tagiga 1 kilo gashish ko'mib qo'ygan ekanlar. Nimayam deyman, umrbod qamoq jazosi berilsin. 2 yil. Oldingi xolalar sut, qatu, qaymoq sotardi. Salgina rivojlanishibdi, shunga shunchami? Xolani qanaqa qilib qo'lga olishgan bilasizlarmi? Ertalab mahallada baqirib yurganlar, "Gashish!" deb. Heisenberg xolaga insof tilab qolaman va hammanglarga eslatib o'taman, narkotik moddalari insonning hayoti uchun juda xavfli.